Tahorat insonning zohiri va botinini poklovchi amal hisoblanadi. U bilan banda ibodatlarga ruhan va jismonan tayyorgarlik ko'radi. Keling, e'tiboringizni tahoratdagi to'g'ri va xato ko'rinishlarga qaratamiz. Tahorat olish tartibi. Tahorat olishga tayyorgarlik ko'rib bo'lgach, Bismillahirrohmanirrohim deb qo'llar bo'g'imigacha 3 marta yaxshilab yuvilib, tahlil qilinadi, ya'ni barmoqlar orasiga suv yetkaziladi. So'ngra o'ng qo'l bilan og'izga suv olinib, 3 marta mazmaza qilinadi, ya'ni og'izning yuqori qismigacha chayiladi. So'ngra o'ng qo'l bilan 3 marta burunga suv olinib, chap qo'l bilan qoqiladi. Har suv olganda istinshoq qilinadi, ya'ni yaxshilab chayiladi. Ro'zador va bemorlar mazmaza va istinshoq qilmaydilar. Yuzni soch chiqqan joydan boshlab iyak ostigacha hamda ikki quloqning yumshoqlarigacha yuviladi. Bu amal ham 3 marta takrorlanadi. So'ngra o'ng qo'l tirsaklari bilan birga 3 marta yaxshilab yuviladi. Keyin esa chap qo'l tirsaklari bilan birga 3 marta yaxshilab yuviladi. Boshga masx tortish ustozlardan o'rganiladi. Ayrimlar uni noto'g'ri bajarayotganini ko'ramiz. Biz sizlarga boshga masx tortishning to'g'ri ko'rinishini amalda ko'rsatib bermoqchimiz. Unutmang, ibodatlarning mukammalligi tahoratning to'g'ri va to'liq bajarilishiga bog'liq. So'ngra bosh, quloq va bo'yinga 1 marta masx tortiladi, ammo tomoqqa masx tortilmaydi. Undan keyin o'ng va chap oyoqlar to'piqlari bilan birga 3 marta yaxshilab yuviladi hamda tahlil qilinadi, ya'ni barmoqlar orasiga suv yetkaziladi. Eslatma: tahoratda ushbu ishlarni aslo qilmang. Yuzni chala yuvish va unga suvni qattiq urish. Qo'llarni chala yuvish, suvni isrof qilish hamda oyoqlarni chala yuvish. Tahorat asnosida vaqt, qog'oz va suvni isrof qilmaslikka har birimiz e'tiborli bo'lishimiz shart. Alloh taolo barcha ibodatlarimizni husni qabul aylasin.